Mana asr gaming do'stlar, bugungi videoda Shaxtyor hayoti qani bo'lmasam ketdi do'stlar. Bugungi videoda do'stlar mana bu qishloqqa kelyapman do'stlar. Bu qishloqda bitta youtuber video olgandi, shuning uchun men ham shu videoni ko'rib kelyapman do'stlar. Bu video Shaxtyor hayoti bo'ladi do'stlar. Bu videoda biz shaxta bo'lamiz. Bu qishloqda shaxtachilar uchun har xil imkoniyatlar yaratilgan ekan, shuning uchun bu qishloqqa keldim. Qani bo'lsam go do'stlar. Hozir ana YouTube'dan meni qaysi shuna qanaqa so'rab olamiz. Qani mana yoniga boraylik. Hojitin, Nima deysan? meni qaysi? Meni yonimdagi uy. Ha, bo'ldi, rahmat. Tek do'stlar, mana bu uy o'xshaydi do'stlar. Nima bo'lib ketdi do'stlar? Uzr qochishlar uchun. Tek mana meni yoniga bilan. Sizlar uzr. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Senga nima kerak? Men shaxtachi bo'lib kelganim, shu qishloqda ishlasam maylimi, yashasam mayli? Mayli. Sen menga mayli nima edi? Yog'i shaxtyorlar uchun narsalar sotadigan do'kon bormi bu yerda? Ha, bor. Boyasi kelarkan tarafdagi birinchi do'kon ana shu do'kon bo'ladi. Shundan olishing mumkin. Ha, rahmat. Tek do'stlar. Mana bu shaxta, mana budan. Mana do'kon, ha? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tek do'stlar, olmoslar, yaxshi ekan. Bu yerda shaxtaga kerakli narsalar. Va do'stlar, bu yerda Fortune, Unbreaking, Effective, Mending bor ekan. Assalomu alaykum janob sotuvchi. Va alaykum assalom. Senga ham kirka kerakmi? Ha, menga ham kirka kerak edi, faqat menda izmirut yo'q edi-da. Tekinga bera olmaysizmi? Rudolar olib kelsam sizga qarzimni to'layman. Bizni qishloqda yangi kelganlarga tekin bo'ladi. Rahmat. Olsam bo'ladimi? Ha, olaver. Uyidagi sandiqdagi boyagi yog'ochlardan ham ol ozgina. Rahmat. Tek do'stlar, mana bu yerdan bir stang olamiz. Mana bu yerdan esa mana bitta kirka olamiz. Tek do'stlar, do'stlar, ana bizlar sotuvchi. Ana endi do'stlar, biz shaxtyormiz do'stlar. Bu yerlarga endi o'zimizga uy qurishimiz kerak, chunki menimcha bu yerda bo'sh uylar yo'q bo'lishi mumkin. Tek janob berdan so'raymiz hozir. Janob mer, Nima deysan? men uy qursam bo'ladimi? Ha, sen uy qursang bo'ladi. Boyagi do'konning yonidagi ikkita fermani ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'shani to'g'risida uy qur. Chunki shu yerda bo'sh joy bor. Boshqa joylar sotilgan. Rahmat. Do'stlar, mana biz ham ruxsatni ham olib oldik. Endi do'stlar, men adashmasam mer mana bu yerda aytgan shekilli mana do'konga ikkitalik ferma, mana bu joy menimcha. Ha, bu yerda chiroq ham bor ekan. Hozir men uyimni shuga quraman do'stlar. Uyimni yarmiga kelgandan keyin sizlarga nima edi? Videoni yoqib yuboraman. Do'stlar, mana men uyimni уже bitirib qoldim do'stlar. Do'stlar, mana o'zi ishlatganlarimdan bilsanglar kerak, mana netlarim. Do'stlar, men shu uyni qurayotganimda mana bu jitillardan so'rasam do'stlar, bu yerda blok sotadigan do'kon bor ekan. U ana shu do'kon ekan. Ana shu do'konda blok sotilar ekan-da do'stlar. Ertaroq sizga balkim uyimiz tezroq qurilarmidi. Mana. Assalomu alaykum sotuvchi. Va alaykum assalom. Menga bloklar kerak edi. Pastdagi sandiqda olaver. Do'stlar, mana bu sandiqda bor ekan do'stlar, bizlarga 30 ta tosh kerak bo'ladi. 30 ta olamiz. Bizlar ko'p olsak. Juda ko'p bo'lib ketadi do'stlar, bizlarga 30 ta yetadi. 32 ta mana. Keyin mana uyimni 5 ta oyna olsam yetadi. 5 ta oynasi bor chunki mana uyimni. Mana 5 ta oyna oldik.
bo'ldi do'stlar. Qolganini. Mendan qancha bo'ldi? Sendan 5 ta izmirud bo'ldi. O, rahmat. Hozir tashlab ketaman. Xo'p. Tak do'stlar, sen pulni qayerdan olasan? Axir senda pul yo'q-ku deyishlar mumkin do'stlar. Men boya toshga olayotganimda ozgina ko'mir topib olgandim. Shunda mana bu sotuvchidan izmirud olamiz. Sotuvchi, Nima deysan? menga ozgina izmirud berib tura olmaysizmi? Narsalar olib kelganim. Mayli. Tak, men sizga tashlayman. Hozir mana bu sizga. Hozir mana bu yerdan 2 ta, men 5 ta tashladim sizga. Tak, 10 ta, 11 ta izmirud olaman. Tak do'stlar, 11 tasini olamiz. 5 tasini ajratib qo'ysak. Mendan boyagi kirkalar qancha bo'lgandi? Sendan 15 ta izmirud bo'lgandi. Tak, men sizga hozir 7 tasini beraman. Keyinroq qolganini tashlab ketaman. Xo'p. Tak do'stlar, mana tashlab ham ketdik. Endi mana bu uyimizni bitiramiz. 5 ta izmirudimiz ham bor. Tak, buni keyin tashlab ketsa ham bo'ladi do'stlar. Sizlarga stop. Do'stlar, mana sizlarga boyaga aytgan o'sha ko'mirlarim do'stlar, bularni hozir qazamizda boyaga sotuvchiga olib borib beramiz va qarzimizdan ham qutulamiz do'stlar. O'zlarimizga ham ozgina qoladi. Mayli do'stlar, mana tugadi uji. Tepaga chiqib yoqib yuboraman. Do'stlar, mana uyimni ham bitirib oldim do'stlar. Boyagi sizlarga ko'rsatgan ko'mir konami 50 ta topdim. Shuni Fortune 3 kirkasi bilan shunga 50 ta izmirud olib qarzlarni to'lab keldim do'stlar. Va bizlar endi shaxtni qazishni boshlashimiz kerak. Bizlar shaxtdan uyimizni yonidan boshlasak ham bo'ladi. Chunki kimga ham xalaqit berardik bizlar. Mana buni qarab boshlayveramiz do'stlar. Shaxtyor hayoti do'stlar, keyingi qismlarni ko'rish uchun kanalga obuna, like bosib qo'yinglar do'stlar. Iltimos sizlardan. Hech nima ketmaydi-ku. Tak. Mana buni bu yerga qo'yamiz do'stlar. Mana bu kirkani olganim juda yaxshi bo'ldi do'stlar. Agar pulim ko'payib ketsa do'stlar, yana bitta olaman. Juda zo'r ekan. Tak, bu yerdan hozir 4 ta mana bularni olamiz. Tak, mana bu loylarni olsak, bu yerdan mana bu toshlarni olamiz. Juda ham tezkor olar ekan do'stlar. Hattoki bu kerakmas joylarni ham buzib yuboryapman-ku. Tak, mana bunaqa. Do'stlar, ana shunaqa shaxtyor hayoti bo'ladi do'stlar. Keyingi qismlarni ko'rishni unutmang do'stlar. Hech bo'lmasa 5 ta like yoqib beringlar do'stlar. Qiyin emas-ku, to'g'rimi? Do'stlar, sizlarga qiyin narsani o'zi yo'q-ku do'stlar. Iltimos, shuning uchun kanalga obuna va like bosib qo'yinglar do'stlar. Iltimos sizlardan. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlardan nima ketdi? Hech nima ketmaydi do'stlar, yoki pulingizlar yo'q ketmaydi. Hech nima bo'lmaydi-ku. Shuning uchun iltimos kanalga obuna va like bosib qo'yinglar do'stlar. Do'stlar, mana bizlarning birinchi boyligimiz chiqdi. Bu boylikni bizlar do'stlar nima qilamiz? Albatta ishlatamiz. Bitta 4 ta izmirud, 6 ta, 8 ta, 10 ta, 12 ta, 14 ta, 16 ta. 16 ta izmirudimiz bor do'stlar. Uje 16 ta izmirudimiz bor. Do'stlar, qani bularni sotib kelaylikchi. Do'stlar, uje kech tushyapti. Shu bilan videomiz ham tugaydi do'stlar. Hozir bularni sotib kelamiz. Janob sotuvchi, men yana sizga temirlar olib keldim. Mana 8 ta. Tak, bular 8 tadan 16 ta izmirud olaman. Tak, 16 ta olaman. Bu yerdan kakras. Bo'pti sotuvchi? Xayr. Tak do'stlar, mana sotuvchi bilan ham xayrlasha oldik do'stlar. Tak do'stlar, hozir mana sandiqqa narsalarni solib olaylik.
Tek do'stlar, mana bu narsalarni sandiqqa solamiz hammasini. Tek bularni olamiz deb bam 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 babam deb qo'yamiz do'stlar. Shu bilan do'stlar videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr, keyingi qism chiqish uchun 5 ta like arziydi.